13. qism. Biz emdi gapni Gülnaziyadan anglaylı. Gülnaziya Sahiraning xeyli uzun vaqt o'tib ketsimi kirmayotganligidan shundoq ochiq kelib ketdi. Hattalta, uygimi kirasan? Advoni qandoq bermayki qani? Gazir elib kirishkimi shuncha yo'qib ketib qolganni? Pulni za o'zi xashlab elib, gazir oldigan pul qolmaganda qo'rqib kirolmayotamda ya bu sarang. Xat. Avval bir kira uyga. Degenicha u yoqdan bu yoqqa minib yurdi. U xeyli saqlagan bo'lsa-mu, Sahira yana kirmedi. U kirmayli qolmasdan, yana texi Ahmad apandi bugun o'zining kundigidan boldirroq keldiganligini aytgan edi. Agar u kelib qolsa, nima deb javob berishdan qo'rqib qolgan Gulnoziya o'zi sirtqa chiqib qarab baxtdi. Ammo sirtda Sahira turmoq, uning soyisimi ko'rinmaydi. Gulnoziya qo'ri sirtigacha chiqib, uyon-buyon qaragan bo'ldi. Yo'q. Shu asnoda Ahmad apandimi kelib bo'ldi. Gulnoziya uningga Sahira birdam o'ynab kiray deb chiqib ketgan. Yo'qdirdi deb qutulmoqchi bo'ldi. Ham shundoq dedi. Ahmad apandi ikkisi xeyli izladi. Ular dastlabda asrab qolmasin deb cho'nglarga aytmagan edi. Ammo uni necha soat izlab topolmagandan keyin oxiri bo'lmay Sahirani bobo momsining uyiga ketib qolgan bo'lsa deb ularga bu ishni aytdi. Ammo Sahira u yerdami yo'q bo'lib chiqdi. Ahmad apandi bo'shab ketdi. Kichkina bir qiz nayimi ketgandi. Uni boshqalar aldab ilib qochmagandi, ha? Bu xiyol yodiga kelishi bilan Ahmad apandini surib isib ketdi. Yo'q. O'zingni tutib ol, Ahmad. Undoq emas. Cho'qim undoq emas. Amsi u nega ketdi? U nega bordi? Bu momsining uyidan boshqa yana bog'dek nari bor. Bir chaqda nevrisi Sahiraning yetib ketganligini bilgan Mahmud apandi bilan Rahila xonim o'ltiramayli qoldi. Ham ularmi tezda yetib keldi. Hech qachon o'zini yo'qotib qo'ymaydigan Ahmad apandi Sahiraning dardida tugishib ketgan edi. Ammo Gulnoziya garchi jiddiylashgandek ko'ringani bilan, ammo uncha bek ansirgandek emas edi. Texi Sahira yo'qolsa, xo'sh bo'lgandek bir xil holatni o'zi bilib bilmay oshkorlab qo'ydi. Onunğa ikki diqqat qilmadi. Lekin Gulnoziyaning bu harakati Rahila xonimning nazaridan qochib qutlanmadi. Ayollar ba'zi ishlarga kelganda haqiqatan beksazgur. Rahila xonim Gulnoziyaning bu harakatidan helqi kundagi uning yovuzligini asildi. Bekadan-beka balaga shunchalik qilib ketgan bu xotinning bugungi kelganda uningga zaharli qo'lni sunmaganligiga kim bir nima deyalaydi, ha? U shundoq o'ylagancha Gulnoziya uningga shuncha gumonliqdek ko'rinishga boshladi. Rahila xonim o'zini zodila tutolmadi. U kelgancha kelib Gulnoziyaning yoqasiga esildi. Gap qila, iflos xotin. Balani nega yo'qotding? Gap qila. Uni nima qilding? Ha? Odam emas hayvon. Uni nima qilding? Bu tuyuqsizlikdan gangiragan Gulnoziya nima deyishni bilmay qoldi. Men uni hech nima qilmadim. Men hech nima qilmadim. Agar bugun uni topmaydigan bo'lsang, navram uchun sana bu qiyrijinimni tikib qo'yaman. Anglab qo'y. Mahmud apandi oldingi qatimda Gulnoziyaning qilganlarini o'z ko'zi bilan ko'rgachga Rahila xonimni to'sib yurmadi. Ammo Ahmad apandi uni to'smoqchi bo'ldi. "Apa, nima qilyapsan? U Sahirani nima qilatdi? U odatda Sahiraga shundoq foydaydigan tursa, uni bir nima qilishi mumkinmi?" Sen bilmaysan o'g'lim. O'tganda dadang ishkimiz. Sening uyingga kelganda uning Sahiraga qanday muomala qilganligini o'z ko'zimiz bilan ko'rgan. Lekin sizlarning oranglarga so'g'uqchilik tushib qolmasin deb bu ishni demagan edik. Asli shu kuni biz Sahirani qishimizga ep ketmoqchi bo'lgan edik. Lekin Sahira qizim unmay turvag'ashqa bizmi bo'pti degan edik. Asli uni shu kuni ep kelsakmi, mushundaq ish yo'q-kantoq. Voy canım qizim, neleri tentirib yürüydü kalsın. Kimlergi telmirib yürüydü kalsın.
Vay bechora qizim. Ahmet Efendi Royila xonimning so'zlarini anglab hang-tang qoldi. U Mahmud Efendiga qarab edi. Mahmud Efendim bu ish rost degandek bishlarni qishitib qo'ydi. U Gulnoziyaga qaradi. Gulnoziyaning ko'zlaridan faqat qo'rqinchli ko'rinib turardi. Ahmet Efendi Gulnoziyani mundaq qiladi deb zodila o'ylamaydi. Uning nazarida Gulnoziya ham go'zal, ham mehribon, mukammal ayol edi. Uning mundaq qilishi mumkin emas edi. Lekin o'zini kichkidan biqib cho'ng qilgan ota-onasi, o'ziga azaldan samimiy bo'lish kerakligini eskartib kelgan bu qadrdonlari Gulnoziyani undaq emas da'vatidi. To'xta. Men avval bu ishni aniqlashim kerak. Hech kimga uvol bo'lib qolmasin. Ahmet Efendi ayni chaqda, ya'ni uyda xizmatchi turg'izgan chaqda Sahiraning amonligi uchun har bir uy, hatto oshxonadan tortib ko'rinmas kamera o'rnatib o'tgan edi. Buni faqat bir o'zili biladi. U xeyli bir mezgil ko'zitish orqali bu xizmatchining durust niyatlik, fazilatlik ekanligini bilgandan keyinla kamerani qayta ko'rib yurmagan edi. Bo'libmi Gulnoziyaning rangvozliklari oldida u xudini tamoman yo'qotib, bu ayolga bekli ishinib ketgachga kamerani ko'rishni yodiga olmagan edi. Endi ko'rmisi bo'lmaydi. O'zi ansirgan ish allaburun yuz berib bo'ldi. Uma qizi Sahira uning ko'z oldidan uchib ketdi. Ahmet Efendi kamerani yondirib ichib ko'rib edi. O'zi uyda bor chog'dagi manzara bilan o'zi uyda yo'q chog'dagi manzara tamoman ikki dunyo bo'lib chiqdi. Har kuni degidek til haqoratla, garchi nima deganligini bilgili bo'lmasimi, quloqni uzvatgidek so'zlashlar, udul kelgan yerga urishlar, kichik bolaning qilish doirasida yo'q bo'lgan ishlarni qildirishlar. Ahmet Efendi chidab bo'lolmadi. U ho'ngrab yig'layotdi. Meni kechir qizim, jinim qizim. Mehdi qizini o'z onasida kuyinadigan perişti sifat bir onaga erishdi deb o'ylab yuribdiman. Seni o'z qo'lim bilan bir hayvonning qo'liga tashlab beribdiman emasmi? Sen nerede jinim qizim? Sen nerede? Ahmet Efendi üstünki qavatdan etlib tushganicha Gulnoziyaning ko'chatlariga nechini silib etdi. Azaldan Ahmet Efendining buncha ochiqlanganligini ko'rib boqmagan Gulnoziya uning alpozini ko'rib qo'rqib ketdi. Lekin yanala josidan tushgili unmadi. Ular faqat bolaning dardida shundoq qilyotdi. Meni nima qila oladi deb o'ylab, yolg'ondan yig'lab, uyni beshiga kiyishga boshladi. Mening nima qilganimga menga shundoq muomala qilasizlar. Balanglar yetib kelsa, buni menda ko'ramsizlar. Men zodi nima qildim? Hech qanday o'gay ona yetkazmaydigan mehribonlikni ononga mana men yetkazdim. Bu uyga kelgandan beri men uyning ishini qilib, hem balanglarni beqib, malayning o'rnini o'tdim. Endi mening shuncha qilganlarimga menga mushu javobni berib o'tarsizlar. Ahmet Efendining aslida chiraslab turgan mingisi Gulnoziyaning bu hilgarlarcha, beshamlacha degan so'zlardan texmi chiraslab ketdi. Tupay! Sen qaysi yuzing bilan mushkaplarni qilyapsan, ha? Acaba onunga yana nimalarni qilsam bo'ladi? Men ahmoq bo'lmasam, texi og'izdan sut purqib ketmagan bechor qizimni sendek mehr deganning nimaligini bilmaydigan hayvon tabiatlik odamga tashlab beramdim. Texi qizimning sendek bir hayvonga erishganini uning baxti deb xo'sh bo'lamidim? U texi bir go'dak bola-ku, ha? Sen uning nimalarni qilding? Sen texi mening seni o'ldirib o'tmaganimga xo'sh bo'lsang bo'ladi. Men seni bir nim qilib qo'yg'icha, to'la ko'zimga sat ko'rinmay, ko'zimdan yo'qol. Men avval qizimni tepib olay. Qog'inini shu chog'da ko'rsan. Agar uni topolmaydigan bo'lsam, sen bu jahonda yashayman deb xayol qilma. Yo'qol. Agar uni topolmaydigan bo'lsam, sen bu jahonda yashayman deb xayol qilma. Yo'qol.
Ahmet Efendi'nin ahırkı sözleri bu katta qorudachini zilzilga silib etdi. Gulnoziyaning boyaqi beshamligidan asarimi yo'q, lag'laq titirganicha uydan chiqib ketdi. Bir oilaning xushalliqi, mayli u bizni xafa qilsin, mayli og'rib qolsin yoki xushal qolsin, yana shu farzandkan emasmi? Sahiraning yo'qolib ketishi bilan bu oilaning xushalliqi yo'qoldi. Ah Esrata, yürek barem. Ah benim canım kızım, sen nerede? Bu sual hozir Ahmet Efendi'nin o'z-o'zidan so'raydigan savoli bo'lib qoldi. U saqchi tarafga ma'lum qilib qo'ygan bo'lsa-mu, ammo hech qanday xabar yo'q edi. U do'stlari, shirkat xizmatchilari orqali hamma joylarni izlatkizdi. E'lon berdi, ammo yana hech qanday xabar yo'q edi. Gulnoziya Ahmet Efendi'nin uydan qo'g'langan kuni silpiyibgina ota-onasining uyiga bordi. Uning turqi to'limi bechora edi. Bundoq yerim kecha bo'lganda qizining bu holatda uyga kelishi ularni bekla ansratdi. Gulnorxon to'xtamay uningdan nemish bo'lganligini so'raydi. Ammo Gulnoziya "Ati deb beray" deb hech nimani tegili olmaydi. Taqdirning chaqchiqi nomli ko'p qismliq ovozliq asarning 13-qismini anlatdik.